Ibn Sino aytishicha, zubturumning barglari katta va maydarog'i bo'ladi. Eng foydali xili kattasi. Barglari qon ketishni to'xtatadi. Eski va yangi yaralarni bitirishda quritilgan bargidan yaxshi dori yo'q. Yomon yaralarga, uzoq muddat davom etadigan yaralarga, yugurik yaralarga, chuqur jarohatlarga eng yaxshi vosita hisoblanadi. Shuningdek, issiq shishlar va olovdan kuygan joylarga, uchuqqa, eshak-yem, saramaska, quloq osti shishlarga foyda qiladi. Zubturumning ildizini qulg'una, ya'ni limfa bezlarining sil kasalligi bilan og'rigan kishilarning bo'yniga osadilar. Undan fil oyoq kasalligiga qarshi quyuq surtma dori qilinsa, oyoqning shishib ketishiga to'sqinlik qiladi va o'z holiga qaytaradi. Issiqlikdan kelib chiqadigan quloq og'rig'ida barglarning shirazi tomizilsa, og'riqni bosadi. Ildizi chaynalsa yoki uning qaynatmasi bilan og'iz chayilsa, tish og'rig'ini to'xtatadi. Barglarning suvi og'izdagi yara va barcha yallig'lanishlarni davolaydi. Ko'z yallig'lanishda foyda qiladi. Ko'z yallig'lanishda ishlatiladigan dorilarni uning shirasi bilan qorib ishlatilsa foydali bo'ladi. Zubturum ildizi, urug'i va barglari jigar va buyrakdagi tiqilmalarni davolashda ishlatiladi. Ichaklardagi yaralarga va safroli ich ketishlarga bargizubning urug'ini ichiriladi yoki shirasi bilan huqna qilinadi. Bavosirda, ya'ni gemoroyda qon ketishni to'xtatadi. Namakob bilan qo'shib, quturgan it tishlagan joyga quyiladi.